Hazreti İsa merkezi ibodatxona g'oylariga kirib, kishilarga ta'lim berayotganda, oliy ruhoniylar va xalq oqsoqollari uning oldiga kelib, siz qilayotgan ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilyapsiz? Sizga bu huquqni kim bergan? deb so'rashdi. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Men avval sizlardan bir savol so'ray. Agar sizlar javob bersanglar, men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytib beraman. Yahyo payg'ambarga ko'mildirish huquqini kim bergan? Xudomi yoki insonlarmi?" Ular o'zaro munozara qilishga boshlab, agar Xudo bergan desak, u undaqda sizlar nima uchun Yahyoga ishonmadinglar deydi. Agar insonlar bergan desak, xalqning g'azabini qo'rqmasak bo'lmaydi. Chunki ular Yahyoni payg'ambar deb qaraydi, deyishdi. Bunun bilan ular Hazreti İsa'ga bilmaymiz deb javob berishdi. Undaqda men bu ishlarni qaysi huquqqa tayanib qilayotganligimni aytmayman, dedi Hazreti İsa ularga. Hazreti İsa so'zni davomlashtirib, sizlar bu ishga qanday qaraysizlar? Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. U cho'ng o'g'liga: "O'g'lim, bugun uzumzorlikqa berib ishligin" debdi. "Bormayman" debdi o'g'li. Lekin keyin pushaymon qilib, yanilab beribdi. U odam ikkinchi o'g'liga shunday debdi. U: "Xo'p dada, boray" debdi-yu, lekin bormabdi. Bu ikkilarning qaysisi otasining buyrug'ini o'rinlagan bo'ladi? "Cho'ng o'g'li" deb javob berdi ular. Hazreti İsa ularga mundaq dedi: "Bilib qo'yinglarki, insofsiz bajirlar bilan poyishlar Xudoning podshohligiga sizlardan burun kirdi. Chunki garchi Yahyo payg'ambar sizlarga haqqoniyat yo'lini ko'rsatgili kelgan bo'lsa-mu, sizlar uningga ishonmadinglar. Lekin bajirlar bilan poyishlar uningga ishondi. Sizlar buni ko'rib turib, gunohinglarga tavba qilib, uningga ishonmadinglar." Yana bir tamsil anglanglar. Bir yer egisi bir uzumzorlik barpo qilib, atrofini chitlabdi. Musallash ishlash uchun uzumzorlikqa bir ko'lchak qozdiribdi va bir ko'satxona yostibdi. Keyin uzumzorlikni ijaraga berib, o'zi yiroq bir yerga ketibdi. Üzüm uzish vaqti kelganda, o'ziga tegishli hosilni ekilishi uchun qullarini ijorakashlarning yeniga avatibdi. Lekin ijorakashlar qullarni tutib elib, birini dumbalabdi, birini o'ltirib yetibdi, yana birini chomi kesa qilibdi. Yer egisi bu qitim oldingidan ko'p qullarni avatibdi. Biroq ijorakashlar ularga shundoq muomala qilibdi. Oxirda yer egisi o'g'limni hurmat qila deb uni avatibdi. Lekin ijorakashlar yer egisining o'g'lini ko'rib, o'zaro "Bu bo'lsa mirosxo'r, kelinglar, uni o'ltirib yetib, uzumzorligini egilab olaylik" deyishibdi. Shunda qilib, uni tutib uzumzorlikni sirtiga so'rab, ochiqib, o'ltirib yetibdi. Bundaq ahvolda uzumzorlikning xo'jayini kelsa, ijorakashlarni qanday qiladi? Ular Hazreti İsa'ga bu vahshiy odamlarni qo'rqinchli shaklda yo'qitdi. Uzumzorlikni bo'lsa, ijorisini o'z vaqtida topshirgan kishilarga ijaraga berdi deb javob berishdi. Hazreti İsa ulardan so'radi: "Zaburdagi bunu so'zlarni zodi o'qimaganmidinglar? Tomchilar tashlavatgan tosh qurilishning ul teshi bo'lib qoldi. Bu Parvardigor tarafidandir. Biz uchun ajoyib bir ishdir. Bilib qo'yinglarki, sizlar shu sababdan Xudoning podshohligidan mahrum qilinsizlar. Xudoning irodasi bo'yicha yashaydigan kishilar uningga ega bo'ladi. Bu toshqa yiqilgan kishi pora bo'lib ketadi.
tosh kimning ustiga tushsa, shuni hukm talqon qilib etadi. Oliy ruhaniylar va parisiylar Hazreti Aysoning aytgan tamsillarini anglab, ularni o'ziga qartib etganligini tushundi. Uni tutishni o'ylasimu, xalqdan qo'rqishdi. Chunki xalq uni payg'ambar deb